Formeli kechagina ko'rsatgan edim. Rachok kovlagandan keyin shag'al yotqizilgan, keyin yaxshilab preslangan. Siklovolakonli armaturalar tashlangan. O'sha apolovkalar mana qo'yilyapti. Adashmasam agar 1 metr eni bu podoshka bo'ladi inshaalloh. Hozir usta akalarimiz shu podoshkalarni o'rnatish uchun butun apolovkalarni hamma tomonlama, hamma joylarini baquvvatlashtirib chiqishyapti. Undan tashqari jilkalarni tortib, qozoqlarni qoqishyapti. Selim ish qizg'in jarayonda inshaalloh. Bu yerga beton qo'yayotganda ham ko'rsataman. Mana shu atroflarda kim uy-joy olaman deydigan bo'lsa, bemalol bitta oxirigacha ko'rib, sifatini ko'rib, har tomonlama keyin a'zo bo'lishligi mumkin. Bitta yarimta uyga svobodno. Har kuni qo'yib boramiz inshaalloh. Haliga aytganimizdek. Hali apolovkalar qo'yish, sim bo'lish jarayoni ketib turibdi ekan. Har tomonlama yo'li sim bo'lishdi, hali tortishmabdi buncha. Selim shu jarayon boshlandi. 5 ta kottejni podoshkasiga, fundamentiga уже apolovkalar tayyor. Yunusobod, bu yoq tomonimiz Mirzo-Ulug'bek BTTZ, mana bu yoq tomonimiz Tashg'iris, shu tomonlarga bir qadam yaqin kottejlar bo'ladi. 2 etajli 91-95 kvadratli metr. Kimga mana shu atroflar qulay bo'ladigan bo'lsa, hozirdan tomosha qilib borib, obuna bo'lishligi, a'zo bo'lishligi, qanaqadir savollari bo'lsa, bemalol berishligi mumkin. Yaqin yillarga jo'natib qo'ydi. Savolinglar bo'lsa, kommentariylarga yozinglar, aqlimiz yetgancha javob beramiz. Like bosish esingizdan chiqmasin.